bilamizki, alif harfi o'zidan keyingi harfga ulanmaydi, lekin o'zidan avvalgi harfga ulanadi. Mana bu alif harfining yolg'iz ko'rinishi bo'lsa, mana bu o'zidan avvalgi harfga ulangan ko'rinishi. Endi bir o'ziga xos holat bor. Alif harfi qaysi harfga ulansa ham mana shunday ulanadi, lekin lam harfiga ulab yozilganda 3 xil holatda bo'ladi. Misol uchun lam qo'shamiz alif. Endi bunda bizda 3 xil holat kelib chiqadi. Birinchisi bu holat. Birinchi harf lam, mana bu yonbosh turgani alif. Keyingisi mana bu holat. Ya'ni bunda lam mana bunday burchak qilinmaydi-da, qiya qilib yoziladi. Alif ham o'zining eski holatida qoladi. Uchinchi holat esa mana bunday. Ya'ni mana bu birinchida turgan lam, mana bunisi alif. Ko'pchilik mana shu 3-holatda adashadi. Ya'ni uchala holatda ham bilib olishimiz kerakki, tik turgan mana bu harf lam, yonbosh qiya turgan harf esa alif. Bunda o'qishda qaysi harfga qanday belgi qo'yilganligiga qarab, shundan kelib chiqib o'qiyveramiz.